roman davamlaştıraylik. Şu günlerde Altungül'nің özüge başqacha qiziqib qaraydigan bo'lib qolganligini sezib, texami ruhlanib ketdi. Yani Nemet. Yerning tegida medirligan yılanning tebisini sezalaydigan bu xalchiqan uni o'z izlab kelib, Altungülni uningga berish o'yi borligini puratqanmi bo'ldi. Nemet xo'shal bo'lib ketganligini chondurmay, boshqa gaplarni qilib, hech nimani sesmagandek o'ltirdi. Bu xalchiqan Bishing yeydigan taz, nimaga hal tartsan? Xap to'xtab tur, deb ichida mingni tillab, ikkinchi qitimda qizini agashtirib keldi. Parqirab turdigan shaptul chechki ranglik tovar ko'nglak, qora jiletga marjon to'pi kiygan Oltingül agmish kirpiklari bilan o'ralgan cho'lpan ko'zlarini yo'g'on ichib, o'ziga hayronlik va havas bilan tikilganda, Nemetning beshi osmonga yetdi. Demisimi, bu dunyoda hech narsa uni Oltingüldek xush qila olmaydi. Biroq to'y kechasi Oltingül ha deb o'zini ilib qochdi. Astin boshlab mijozim yo'q deb ayrim uyda yetib oldi. Bu xilchiqan kelib, uning qandaqdir bir nimalarni ichirib, goh hayva qilib, goh aldab, ayvashga keltirganmi bo'ldi. Lekin Oltingül yotqanda muzdek soğuk holat yatatdi. Tumshuqlarini elib qechib, ta'tir qarab, uni g'azab va rashk o'tida yandiratdi. Ashu til bilan tasvirligisiz ko'ngilsizlikdanmikin yoki boshqa sabab bormikin, Oltingül ta hozirgacha qo'rsoq ko'tarmadi. Nemetning ko'nglidagi g'oyibona muhabbatning o'rnini bara gumon, norozilik va g'azab egallashga boshladi. Oltingül qanchalik nima edi? U xolisla Oltingülning kashini bir kunda to'g'rilab, o'zi xohlaganini chekib tanlab olalaydi. Ular niyatini buzsa, to'g'rilikdagi har qanday qiz-cho'kan uning olqinidan qutula olmaydi. U degan kim ha? To'g'rilikda azaldan uningdek hamma odamni og'ziga qaratgan, degini degan, atkini atgan bo'ladigan yana bir mansabdor o'tgan emas. Buningdan keyinmi o'tmaydi. Buni Nemetning cho'ng dadisi Qurbonbaxshi oldin ola qol selib berib olgan. 90 yosh kirgan chig'ida bir kuni kelinining beshini yara besib ketgan bichora Nemetni urayotganligini ko'rib, "Hoy, kelin, kimni urayotganingizni bilamsiz? Mushu ojiz bolangiz cho'ng bo'lganda yurtni titirtadigan katta odam bo'ladi. Siz uning onasi, uning hargiz yomon ko'zli qarg'uchi bo'lmang," degan edi. Pal degan shundoqmi to'g'ri chiqamdigandi. Uning cho'ng dadisi Qurbonbaxshi haqiqatan karomat odam edi. Erishib qolgan kishilarni piri o'yintib saqayta olaydi. U baxshilikmi, polchilikmi, teviblikmi qiladi. Lekin azaldan kishilardan bir narsa talab qilmaydi. Barsa hashqal deb oladi. Og'rib qolgan odamlarning uylariga berib davolaydi. Dadasidan kichik qolgan Nemet cho'ng dadasiga bek amroq edi. O bir ishlar bilan mashg'ul bo'layotganda ko'zlarini muldiriltib, pagahda tugilib o'ltiradi. Biror ishga buyurgan hamon sakrab qo'pib, buyurgan ishni yugurib yurib ado qiladi. O tang tushlari bilan o'ynash, odam ko'p yerga berish baxtidan mahrum edi. Uni cho'ng odamlarmi, shoh bolalarmi, hatto qurt qo'ng'iz hasharatlarmi bo'za qiladi. O sal cho'ng bo'lganda, cho'ng dadasi uning beshini yorilari bilan qo'shib tushirib etib, beshiga undak yumshoq, ammo noyta sesiq bir dorini sepib, pokiz mata bilan chin tengilatdi. Dastlabki 1-2 kunda beshi lovuldab ko'yib o'rtinib, ikki ko'zi chachrab chiqib ketadigandek chinqilib, ko'zlarini ocholmay qoldi. 3-kundan boshlab og'riq chidab turg'usiz qichishga aylandi.
O shuncha azoblarga tishini tishlab turib bardoshlik berdi. Normal odam bo'lib yashash uning eng cho'ng orzusi edi. Bu orzuga yetish uchun badal to'limisi bo'lmaydi. Uning yarisi saqaydi, biroq u chochlaridan manguga ayrilib qoldi. Uning beshi mis qozondek qizg'uch parqirab turardi. Ne'mat buningga rozi bo'ldi. Tomoqni cho'kirib kiyib, belini mahkam bog'lab, nada odam ko'p bo'lsa, shu yerga berib, tangtushlarining qatoridan qolmay yuradigan bo'ldi. Ne'matning dadasi u kichik chog'larida o'lib ketgan edi. Ne'mat 13 yoshga kirgan yili cho'ng dadasi ham o'lib ketdi. Anasi g'alati mijozrak, ochig'i yomon ayol edi. Chochlarini salva artib, yirtiq, songul-sungul kiyimlarni kiyib, bollariga jarqirab yuradi. Qaynotasidan o'ginib olgan yerim yarti hunariga tayinib, ba'zi nodon ayollar bilan amalsiz qolgan bechoralarni aldab, nihoyat taskin o'tkazadi. Ayshxon baxshidan tortib, avlod baxshilik, teviblik qilib kelgan bu jamoatning ota kasbi Ne'matga kelganda uzilib qoldi. Ne'mat kompartiyaning bundaq ishlarni yaxshi ko'rmaydiganligini bilgachga, kishilarning ota bovisi haqida gap ichib qilishidan azar aylaydi. Onasinimi dam selish, o't ko'chirishdek ishlardanmi to'sib, uningga oyma-oy un yog', o'tin yetkazib beradi. O 1957-yili atiyazda viloyatlik partiya maktabida 3 oy o'qib kelgandan keyin aktivlarni 15 kunlik o'rganishga tashkilladi. Har oqshimi qora chiroq yo'riqida o partiya maktabidan elib kelgan bir bog'lam materiallarni imtihon ko'pchilik o'qib beradi. O'qib bo'lgandan keyin Ne'mat o'zi bilgancha tushuntiradi. Orqadan hammaylar qo'l-qo'l qilishadi. Bir kuni Ne'mat so'zlab bitib, nihoyat ishonch bilan: "Men sizlarga deb qo'yay. Xudo deganni, do'zax, jannat deganni azaldan hech kim ko'rmagan. U faqatla ezguchilar bilan oldamchi mollalarning xalqni aldash uchun o'ylab topgan hiylasi. Ishonmaydiganlar bo'lsa, qani Xudoni kim ko'ribdi? Do'zax, jannatni o'z ko'zi bilan ko'rib kelganlar bormikan? Jannat degan kommunizmning o'zi shu. Biz uni o'z qo'limiz bilan quramiz. Bizning kompartiya bor narsaga ishonadi. Yo'q, xiyoliy narsaga ishonmaydi. Kompartiya a'zolari, aktivlar ko'nilikdan, xurofotlikdan chek-chegara ajratmasak bo'lmaydi. Qani, qaysinglar men agishib, Xudo yo'q deyalaysizlar?" dedi. O'ltirganlar qanday qilishini bilolmay, o'g'irliqcha bir-biriga qarashdi. Ba'zilari qo'rqinchdan titrab, og'zi gapga kelmay qoldi. Hatto Yusufmu beshini tuvan silib, jim o'ltirib oldi. Rayondan kelgan Qodir Ne'matning quloqiga pichirlab, uni sirtqa ilib chiqib ketdi. Bir necha kundan keyin uni rayondan chaqirtib, "So'lchillik, oldirong'ulik qilding" deb tanqidlabdi degan gaplar tarqalib ketdi. Ne'mat shundan keyin undaq gaplarni qilmaydigan bo'ldi. Lekin uning bu so'zlari bir necha kunga qolmay rayon, nahiya bo'yicha hamma odamga pur bo'lib ketdi. Ba'zilar uni maqtadi, ba'zilar uningdan texmi qo'rqadigan bo'lib qelishdi. Ko'p sonli kishilar yoqsidan tishlab sukut qildi. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, Ne'mat texmi dongdor odam bo'lib ketdi. Shuningga yarasha ruhlanib, ostoli samirib, rang tuzatmi qoldi. Bu xilchiqanning quloqiga qo'yib turishi bilan Oltingul to'xtamay Ne'matga ham o'ziga yangi kiyim tiktiradi. Shu yillari Ne'mat rayon kadrlariga o'qishib, ko'p shiriq chapan, yangi harbiy quloqcha, qaltiqonchilik ütük kiyib, chopinining yonchuqiga qalam qistirib yuradi. Egiz qora otda gidiyib o'ltirib, kishilarga zarda bilan hayva qilib so'zlaydigan bo'lib qolgan edi. Bir kuni Ne'mat Oltingulning o'yladagi ustida o'ltirib, cho'risiga to'r tutilib gul kashlangan bir qo'lyog'liqni
heli yeyip, heli qatlap, xiyalga betip qalğanını gördü. Altıngül Nämetni görüp de oduqub, yağlıqını içtik, arqısığı yoşurdu. Nämet Altıngül'nün qolunu qayırıp, yağlığını elib aldı. Nimi bu? Yağlıq, siligi toquğan. Qaçan? Bultur toquğan. Bulturning yanqi maň bermapsanmı bu ne? Berdiga adamın barmı tiya? Şu, men hazır beray dep. Emse, ejep men bunu körüp qalsam, yoşurup kettin ha? Yey, nim degenleri bu? Mening sildim bölek adamım nemiş qildi diken? Oş, gepim bar dep qilaverdi diken bu adam. Men sana dep qo'yay, oşan yig'ib yur. Undaq gep söz anlap qalıdığan bolsam, to'g'ilg'iningga pushayman qilib qalsam bekar. Nämet shuningdan keyin po'rstin tepib, To'xtiqarining yurakini bir mujib qo'yishni ko'ngliga pukib yurdi. On 14-ci bab. 1957 yılının orma pəsli yetib gəldi. Aval, Öşkü Bulaq tərəfdiki tutaş ketken yerlərinin buğdayı pişdi. Qalğan yerlərinin buğdayımı bəsləşkəndək təmla sarğayışqı başıldı. Bu yıl buğday rası oxşıqan idi. Üçüncü ətrətdikilər buğdayını ailələrə bölüb bərdi. Dehqanlar, ayal, uluq uşaq, etizği çıxıb aldıraş ormuğa düşüb getdi. Hətta orun tutup yetip qalğan bovay mumaylardan tartıb, uşaq balalargıca başaq terişki qatnaşdı. Üçüncü ətrətdikilərini görüb, başqa ətrətdikilər turalmay kelişdi. Kooperativqa qoşqan yeri köprək dehqanlar bilən bəzi aldıranğu, səpra micaz kişilər etizliqqa çıxıb, öz yerinin buğdayını buruşqa düşüb getdi. Birinci ətrətinin qalğan əzaları ətrət buğaltırı Toxtiqarını orub elib, buğdayını bölüb berişke qıstedi. Toxtiqarı ularının arsıdan 1000 dəstə soğurulub çıxıb, ətrət başlığı Abdüğəni Axunның öyüge yugurdu. Xotunudan onun kooperativ işxanasıga ketkenligini anlap, kooperativ işxanasıga bardı. Vilahun bayının yoğan dərvasının kirib, oylada tördeki işxanının işik pəncərəsidən marışıb turğan dehqanlarını gördü. Ular mı qandaq qilishini biləlməy, ahval uqli kelganlarda qilatdi. Üçüncü ətrətlik bir dehqan Toxtiqarıga. Әттігеннің яққи vilayetdən kelgan kadrlar məclisi içivatıdı, dedi. Bir neçə aktiv dehqan çırayı ciddi tüs alğan halda toxtumay uyandan bu yana meňişip jürətdi. Məclis içivatqanlar uzaqqa qalmay tarap çıqışdı. Toxtiqarı Abdüğəni Axunның aldığı çik berib, onu bir çetki tartıb. Çataq boldu. Bir qism adamlar öz yerinin buğdayını o'rg'iltirdi. Qalğanlarmı öz aldımızğı o'rimiz, bizgimi yer bilib beringlar deb g'alaba qilyapti. Qanday qilarmiz? dedi. Kimdir biriga gap qilgan bo'lib, Toxtiqarıga ko'z silib turgan Nämet birdinla uningga qarab zaharxandalik bilan varqirab ketdi. Ha, qanday qilatdiq? Qachongacha miki, kimsam pisharmikin, yapsam pisharmikin deb yurimiz. Qorsqimizda og'riqimiz bo'lmasa, ichimizda bir yer tortishmasa, qo'limizga dumba elib jajisini beramiz. O'g'il bola erkak bo'lgandikin. Qanday haq bu? Ikki tok haramzadlarni boshqara olmay, xotin kishidek manqisini iqitib, palaqlab yurib keladigan. Oy, G'ani Axun, nereden tapdыңlar bundaq limzilli adamni? Boğaltırlıqqa adam chiqmagan bo'lsa, avu maktabni bitkizgan, jigiri bor bolalarni ishiltinglar. Toxtiqarı dastlabda nima ishliqini anqira olmay hayron bo'lib qoldi. Keyin bir dilla o'ngib, "Hey Taz! Nimanga yo'g'on so'zlaysan?
Qog'i poq yemasda, ajab odamga zahringni sanjib ketding-a? Ajab qo'rsqing og'rimasa, tortishmasa deb ketding-a? Geping bo'lsa, oshkor qilmamsan. Ola, undaq buğaltırlığını oğaç sınlığına ilip ber. Men sendek meynat tazının buğaltırlığını kılgıça islip ölüp alarmına? Dedi. Abdüghani Axun to'xti qarayni bo'ldi gap qilmisla deb tortib so'rab ilib chiqib ketdi. Na'matmi xuddi bo'g'ib qo'ymasa dardi chiqmaydigandek orqasidan debayliginicha qoldi. Tushdan keyin viloyatdan kelgan ikki kadr aktivlar va partiya ittifoq a'zolarini yig'ib majlis ochdi. Majlisdan keyin kooperativ boshliqlari bilan atrat berib bug'doy o'rayotgan dehqonlarga diqqat qarindoshlar, o'rib bo'lgan bug'doyni o'pchi hisoblaymiz, o'pchi taqsim qilamiz. Bu yuqorining yo'l yo'riqi, hech kim o'z oldiga yutkimasin deb yetkazdi. Biz sizlarni bizga kooperatsiya qurib beringlar dedikmi? Biz azaldan o'z oldimizga teriqchilik qilib jon beqib kelgan. Bundan keyin shunday qilamiz. Kooperatsiyaga kirmaymi, jinimizni baqalaymiz, dedi ba'zilar. Yana ba'zilar o'zimizning yerni o'zimiz terayli deganmi gunoh bo'ldimi endi? Agar shunday bo'lsa, boshqa kelganni ko'raylik qani. Bizni nima qilib bitarsizlarki? Deyishdi. Uchinchi atrofdagilar o'rg'oq bilan etis qaraga qo'yib qo'ygan dumbalarini elib, kadrlar bilan aktivlarni qo'qlab surib ketishdi. Yusuf orqada kelib, ularni to'smoqchi bo'lganda, "Yozda 3 odamimizni urib, chala o'lik qilib qo'ygan Yusuf degan sangu, tayoq deganning tayoq deganning qandoq bo'ladiganligini sanmi tetib baq" deb tutib elib, bo'lishiga urib uyiga tashlab qo'yishdi. Qeni qizib turgan dehqonlar Yusufni urib, kadrlarni qo'g'lib etib, puxadan chiqqandek bo'lishdi. Ular kadrlar bilan aktivlarning Yusuf bilan kari bo'lmay qandoq qechishqinini do'rishib, rosa kulishdi. Ular ruhlangan, ko'randigan holda qolgan ikki atrofdagilarni o'zlariga ag'ashtirish uchun mahallaning yuqorisiga qarab mangdi. Birinchi atrofdagilarning bir qismi o'z oldiga o'rma o'rvatdi. Ko'p qismi qo'li ishga bormay, etiz beshiga yig'ilib olib, quruq parang so'qib o'tirishadi. Uchinchi atrofdagilarning kelayotganini ko'rib, ishlayotganlarmi, bekor turganlarmi, tangla o'rlib qarashdi. Yerimni o'zim terayman deyish gunoh emas. Kompartiya o'z erkinligimizni qo'limizga bergan. Yerimizni o'zimiz teraymiz, o'zimiz o'rib, o'zimiz yig'imiz. Payziniga o'zimiz ega bo'lamiz. Biz hech kimga eg'irimizni solmaymiz. Hammani qilgan oshu Na'mat toz bilan uning qul chumashlari. Hammani qilgan oshu Na'mat toz bilan uning qo'l chumoqlari. Hammamiz yig'ilib viloyatga berib arz qilaylik. Oqmisa Urumchi, Beyjingga boramiz. To'xtanglar xaloyiq, o'pganlarni besib elanglar. Kishilar Abdug'ani Axunning tamkin ovozini anglab, uningga qarab kelishdi. Hech kim uning nadan paydo bo'lib qolganini ko'rmagan edi. Buğdaylarimiz pishib, to'kilib ketyapti. Oldi bilan uni o'rib yig'ib olaylik. Mushu buğday bo'lmasa, yilni qandoq chiqaramiz? Xotin bolalarimizni qandoq boqamiz? Tayyor oshni tashlab, bir-birimizni bo'g'ishib yurmaylik. Kooperatsiyalashish boshqa bir kimning emas, kompartiyaning ko'rsatgan yo'li. Bu yo'lda mangmay kimga arz qilsaqmi bekor. Qani, buğday o'rimiz deydiganlar mening kaynimdan menginglar. Vaqtni o'tkazmay ishimizni qilaveraylik. Juronglar xaloyiq, bizga agashsanglar ziyon tortmaysizlar. 5-6 odam ikkilanmay uning orqasidan mangdi.
Қалған 10-15 адам сәл ikkilenip andın әгәшті. Abdüğeni Axun ittik mengit etis beşiğe qarab ketib atatdı. Onun arqısıdaki adam barğan siri köpeyip atatdı. G'eni babkarını tutup gelip edipini bereyli. O dehqonlarni başlap ketmişsin. Öldürüp etadigan guyken bu G'eni degan. Üçüncü etrafdan kelgen Osman bilen onun yenideki ikkilen Abdüğeni Axunның arqısıdan qoğlamakçı boluştu. Qızıl saqal, yeşil gözlük Hüseyin Axun degan molla adam ularını tosib aldı. Aldırmangla, hem iştin yolu var. Abdüğeni Axunның tapqan dadısı texi hayat, bala deganni dada baş qurudu. Hüseyin Axun şu yerdinla udul mahallining sirtiga chiqib, yolg'unliqda qo'y beqivatgan Hada Axunning yeniga bardi. O ayni yillardagi Salih Babkarga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan, egiz bo'y, ikki mo'risi oldiga chiqib turadigan, chiroyi tatirang'u odam edi. Chiroyidan ochiqi yomonligi chiqib turadi. O Hüseyin molladan gepini anlapla uyga qaytib keldi. Xotinini avatib, Abdüğeni Axunni chaqirtib akilib, uyga kirishigila qaltak bilan urib ketdi. Abdüğeni Axunning tushundirishiga quloq solmay, oppoq uzun soqolini titirtib, bugundan tortib kooperatsiya deganga yaqin yo'lamaysan. Etizga chiqmay qo'y baqsin. Agar gapimni anlamasang, sendek tuzkorni o'z qo'lim bilan o'ldirib ko'mib etaman. Deb varqiradi. Abdüğeni Axun dadasining mijozini bilgashga qarshilik qilmay, qo'y baqqili barmoqchi bo'lib mangdi. Chiqibla qo'y baqqili barmay, bug'doyliqqa yaqin yerdagi cho'nqir bir eriqning ichida mo'kinib yotdi. Akşamı qo'rsig'i ichib chidayolmay, biri kichik balani avatib, xotiniga non ochiqtirib yedi. Eriqning ichi nam, salqin edi. O o'zini tashlab rahatlanib uxladi. Tang yo'riqida mahallasiga jiroq yo'llar bilan kooperativ ishxonasiga bordi. Kooperativ polisi seriq kiyimlik askarlar bilan to'lib ketgan edi. Askarlar hoylada o'ltirib g'izo yevatdi. Cho'gini ko'targan ikki bola ularning kurushkalariga choy quyib berib Namat harbiycha yilin chopinini yepinchoqlagan holda ishkeriki ishxonadan chiqib Abdüğeni Axunni ko'rdi-da, uningga oshxonadan bir cho'gin choy akilib, ishkiridagi boshqalarga choy quyib berishini tapalab qo'yib kirib ketdi. Abdüğeni Axun choy ko'tarib kirganda, Namat uni to'rda o'ltirgan 50 yoshlardagi xomsemiz erkishi bilan yoshroq ofitserga tanishtirib, Muavin müdür Abdüğeni dedi. O'ltirganlar onunğa qarab, kulimsirab başlarını lanştib qo'ydi. Abdüğeni Axun ularga javoban qo'lini maydisiga qo'yib, salom qilib bo'lib, Namat ko'rsatgan o'ringa berib o'ltirdi. Uning ko'zi udulidagi tamga qator yo'lab qo'yilgan miltiqlarga tushdi. Miltiqlar g'uva qorong'ulikda valildab ko'zga tashlanadi. Tushga yaqin kooperativ ishxonasi oldiga 70-80 ga yaqin odam yig'ildi. Ularni atrof boshliqlari odam avatib yig'ib kelgan edi. Ko'p qismi etiz beshidan kelganlikdan o'rg'oqlarni elib olgan edi. 3-atrofdagi Osman, Sodiq Axun boshliq bir nechasining top oldiga o'tib, hurpiyib turishidanla yaxshi niyat bilan kelmaganligi, biror ish chiqarmoqchi ekanligi bilinib turadi. O'yli ishiga echilib, miltiq ko'targan ikki askar chiqib, ikki tarafda miltiqlarni mo'rsiga esib turdi. Arqadan viloyatlik JX idorasining boshlig'i, chashlariga oq kirgan xomsemiz odam bilan yeshi bir yerga berib qolgan cho'qir yuzlik tarjimon, yosh ofitser, rayon boshlig'i qatorliqlar chiqib, yog'och o'rindiqda dehqonlarga yuzlanib o'ltirishdi. Namat oldiga chiqib, birdam taqdin bag'din so'zlagandan keyin JX idorasining boshlig'ini so'zga taklif qildi.
U yer bu yerdan shalang chavak ovozi anglab yo'qolib ketdi. Dehqonlar viloyatdan kelgan bu katta amaldorga qarab bir pas jim bo'lib qolishdi. Boshliqmi oldirmay uzun mata yaktikining oldidan chuqlik maydilarini ko'rinib turadigan uzun soqolliq, qayrim burutliq, do'ppi-tomoq kiygan, anda-sanda ba'zilari sallimi o'rib olgan, teqimlarda uzun pichoqlari sangilab turadigan, chiroyi oftobda kuyib, qo'llari bilan yalang'idaq putlari daraq qovziqidek bo'lib ketgan, kiyimlari ko'ni bo'lsa-mu, jiniching bir-biridan bo'yliq bu odamlarga bir boshdan ko'z yugurtib, xuddi ularning ichidagini bilib olmoqchi bo'lgandek qarab ketdi. Ikki o'tirda surlik bir jimjitlik paydo bo'ldi. Bu jimjitlik yana bir pas so'zilsa, xuddi biror ish yuz berdigandek. Hamma odamning nervi tolalari ching tortilib, chekiga yetganda boshliq salohiyatiga mos bo'lmagan inchik ovozli so'z boshildi. Cho'qir tarjimon uning so'zini udulliq tarjima qilib berdi. Dehqon akalar, yaxshimisizlar? Men so'zimni boshlashdan burun sizlardan bir savol so'rab olay. Sizlar dehqon degan gapning ma'nosini bilamsizlar? Kishilar bir pas tingirqab qoldi. U yer bu yerdan bilimiz dehqon degan teriqchilik qildigan haq degandek ovozlar anglandi. Ha, to'g'ri. Dehqon degan ko'zda bug'doy teriydigan, at yozda parvish qiladigan, pishqanda o'rib tepadigan, kishilarni hayotlik uchun zarur bo'lgan oshliq bilan ta'minlaydiganlar. Shunga sizlarning bug'doy o'rishinglar yaxshi ish, ammo kooperatsiya bo'lgandan keyin bug'doyni o'z oldinglarga elib ketmay, kooperatsiyaning tuzumi bo'yicha bir taraf qilishinglar kerak. Qandaq kooperatsiya ekan u dehqonning bug'doyini tortib oladigan. Bug'doy terib, haq topshirib qo'yib, yana haqdan tilab yeganmi ishmi? Urunglar abu xamqapaqni, to'la tilini choynavermisin. Dehqonlar gurrida yupirilib kelishiga ikki askar ularni to'sib oldi. Kadrlar darhol ishxonaga kirib ketishdi. Bir necha dehqon berib, ikki askarning quroliga esildi. Askarlar qurolni bermay, yenicha minut o'zlarini qo'g'digan holda ishxonaga kirib, ishni taqib oldi. Dehqonlarmi, ichidagi kadr askarlarmi hayajon va g'ulg'uli ichida edi. Dehqonlar ishni qandoq etishni maslahatlashib o'tdi. Ondan keyin qandoq ishlarning yuz berdiganligini xayoligim keltirmaydi. Ishik ichidagi askarlar bo'lsa, qurollarini qo'liga ilib tayyor bo'lib turadi. Ba'zilari komandir, biz nima uchun ularning adabini bermay qo'rqib bu yerga kirib olamiz? Bizga buyruq bering, biz ularni chekindiraylik deb talab qilishadi. Ofitser o'zimi hayajonlanib tursa-mu, aldirab ularning talabiga qo'shilmadi. U to'nglikdan o'g'ziga chiqib pastga qaradi. Uch dehqonning ishkini jalaqiltib tepayotganligini ko'rib, tapanchasidan osmonga qartib o'q chiqardi. Miltiq ovozini anglab, kishilar huduqib to'xtab qolishdi. Shu chaqda Osmon: "Voy haq, qo'rqma. Askarlar paxta miltiqda qushqash etyotdi, hech nim qila olmaydi" deb varqiradi. Orqasiga qaytmoqchi bo'lib turgan kishilar yana to'xtab eshik tarafga qistab keldi. Osmon bilan yana bir uzun tura odam eshikni jonjahli bilan tepishga boshladi. Eshikning bir qanoti sunganda eshik oldidagilar tan-tan qilib cho'qan selishib, eshikni dumbisi bilan ittirib ochmoqchi bo'lishdi. Shu chaqda orq-orqadan 3 pay o'q etilib, 3 odam yerga yiqildi. Ularning badanidan etilib chiqqan qon eshik oldini qip-qizil bo'yadi. Qolganlar o'la tirilishiga baxmay yiqilib qo'pib qochdi. Birdamdala eshik oldida yiqilib yotganlardan boshqa insichin qolmadi. 3 odamning biri yenicha, ikkisi dum yotadi.
Ularning biri Osman, yana biri Hüseyin Molda edi. Uning sallasi sal neriga do'milab ketgan bo'lib, chash soqollari jiroqdan qandek qizil ko'rinadi. Marjonga o'xshaydigan yeshil ko'zlari o'chib qolgan edi. Bugun mush yergacha o'qiylik. Oxirini anglag'aysiz. Aman bo'ling.